Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammalarga mush vaqt xayrlik bo'lsin. Biraz kech bo'ldi. Shundaqmi bir video tartish to'g'ri keldi bugun. Bunun sebebi Facebook'ta Reşit Muhammed Töre isimli bir qarindoshimizning bana yazgan bir ilmi rediyesi sebebinden bu videonu açtım. Aldı bilen şunu eskertip o'tay. Bu yerdeki koyulgan ilmi rediyeler bilen birge yine bazı kıynaş, batnaş ve başka yazmalarını okuyordum. Kardeşler mesele bu. Bu yerde ben bir 20 minut bir video tattım. Bu yerde ben değilgen geplerini, diyen gepler bilen demigen geplerini koşup bazı neslerini oturup koyup durgun kardeşlerimiz. Bunların hem de hayran kalmayayım. Bu çünkü hiç kiminin ağzını tutup aldıgan ya ki meselede sen cimtu men sözleme deydigan bir mesele yok. Yeni bir nersini şunu eskertip koyayım. Ben bir tarihçi. Lekin men tarihçi bu dep men üzemni hemmini bilmen, hemmini men en yaxşı bilmen, men en noç tarihçi deydigan bir nersini iddia etmeyim. Bunda bir iddiam yok. Men burun mu qandaq öğrengüçü olgan bolsam, bunundan keyin şunda öğrengüçü elbette hatalaşkan taraflarım, kemik kalgan taraflarım buluş mümkün. Ama videoda bu kelgen rediyelerde men demigen geplerini yoki men degan geplarni atlab o'tib ketib, men demegandek holatga keltirilib, ba'zi narsalar deyilibdi. Buni da men birinchi bo'lib shuni deb qo'yay qarindoshlar. Günümüzün siyasi şartları bilen tarihning şartları bir-biriga o'xshab ketishini atayin. Ma'ni oldi bilan kallanglarni yaxshi o'ltirg'izib olishinglar kerak. Günümüzün siyasi şartları bizni ma'lum narsalarga zo'rlayotgan bo'lsa, tarixda undaq bir siyasi şartlar mavjud emas. Şuna bunu günümüzün şartları bilen yolga çıkıp durup şu devirnin özünü şu qilib qilib, günümüzün qilib qilib cevap qaytarsanlar bu bo'lmaydi. Aldı bilen bunu yaxshi kelishib kerak. Andın tarihçi degan bir akademik tarihçi kişiler degili bulduğan, diyeleydiğen ve diyemeydiğen meseleler var. Bazı neslerini normal bir vatandaş, normal bir tarih heveskarı ya ki tarih izlengüçüsü disiplini buldu ama biz tarihçiler tarihin disiplini, tarihin intizamı ve nizamı boyunca hareket edip mecburuz. Çünkü ilimnin kaydısı bunu talep kıldı. Şuna e, bu cihette men demigen bazı narsalarni meni uqmaydigan o'xshaydi yoki buni unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylasanglar bo'lmaydi. Bu yerda men 20 minutlik bir video tatdim. Bu videonun ichiga butun shu ajdodlarimizning milodidan burungi 2000-yillargacha bo'lgan narsa so'zlab bo'lolmayman albatta. Yoki bo'lmasa butun Uyg'urlarninki ismi chiqqan butun manbalarni birdan sanab bo'lolmayman. Bu mumkin emas. Mening asli bu videoda demoqchi bo'lgan narsam boshqa narsa. Bu burmulinib boshqa yerga ketib qoldi, afsus. Ammo buningda cho'ng masala yo'q. Bu yana bir izlenishni keltirib chiqargan bo'lsa, albatta xo'shal bo'ladigan bir masala. Bu men ya'ni meni haqorat qilsanglarmi, tillasanglarmi yoki boshqa qanday bir qilsanglarmi g'o'dirmayman. Ya'ni buningga xafa bo'lib o'tirmayman. Chunki bu ilmiy bulungan rediyeler yoki tarixchiga qo'yilgan savollar bu tarixchini texmi olg'a ilgirtadigan, texmi ko'p narsani o'rganishga itadigan bir narsa. Ya'ni bu yerda man qo'yilgan savollar yoki meningki Facebook sahifamga yozilgan inkoslarga qarata men xafa bo'lib, bundan yamallab yaltirab yurmayman. Ya buni yaxshi bilib olsanglar bo'ldi. Chunki tanqid insonni oldiga mang'diradigan bir narsa. Yani tanqid qo'rqilgan bir narsa emas. Men hatta bilmasam mı eğer, bilmesligim mümkün, nahayet normal yani. Bir tarihçinin hamma narsani bilishi, bütün bir dengizdagi suvning hammani xuddi bir qo'shiq suvchilik bir narsa bilishi mumkin balki. Tarixning o'zini bir dengiz desak, balki mening bildiğim bir qo'shiq suvchilik bir narsa bo'lishi. Men hargiz o'zimni shundoq yuqori saviyalik bir tarixchi deb iddia etgan hech bir yerim yo'q yani. Uyg'urlarning ichidami hemen o'zimni aldığı koyup şu mening degenim rost, men ajoyib noch tarixchi deb bir so'z qilmadim. Men bir o'rganguvchi, buningdan keyin ömrümning oxirigacha ögünümen yani. Ögen kem qolgan yerlerim bo'lsa ögünümen. Buningda hech qanday men xijil olmayman buningdan. Ögünüş nihoyatda muqaddas bir ish. Shuna qurbimning kuchimning yetishicha ögünümen. İkinci mesele meni Uyg'ur millati degan millatni yo'q dedi, Uyg'ur degan millatni yo'q dedi degan gaplash. Men videomning hech bir yerda Uyg'ur degan millat yo'q demedim. Men faqat videomning asosiy markaziy
kısmı nimeti demekçi. Nima demekçi degende belki bu mening ifadeleş usulumdan bazı qarindoshlarimiz buni ashta o'ylab qolgan bo'lishi mumkin, ammo mening bu yerda nima demoqchi bo'lganimni tushunmagan ahvol mavjuddek his qildim yoki men tushundirilmagan bo'lishim mumkin. Men bu yerda bir coğrafyanınki namini, coğrafyanınki dairesini sizib berish masalasini o'tirib qo'ymoqchi edim. Chunki mening bekrak diqqatim tortgan men hammasiga tang javob bermoqchi shu nima Reşit Muhammed Töre degan qarindishimizningki yozgan yozmasi tufayli bu videoni açtım. Kardeşimizle salam bu yerden. E, nurgun fikirlerini oturup koyup siz bazı fikirleriniz ilmi hakikaten ilmilik derecesi var. Ama bazıları da hissiyat aralashib ketken meseleler var. Bazı hatalıklar mevcut. Bununla lekin birden oturup bunun tigini sizip kılsak doğru olmaz. Çünkü siz bilişimce filologiya penlerden de siz tarih kesbi de emez. Bunda olganda. Şuna bu tarihin metodunu ortak ders eliş, ortak bir tarihçilik nemisinden kemmigen karındaşlarımızdan bazı yerlerde kilişenmeyimiz bu meselede. Çünkü bazı rivayetlerini, bazı mesela Albert Doğan'ın sözünü kıpsız, başka nurgun neslerini kıpsız. Biz tarihçiler rivayetlerini şu şekilde boyunca işletememiz bazı yerlerde. Bazı yerlerde onun içindeki cevher kısmını ilip işletimiz. Şuna bu yerge sorgan sualınızga birden cevap verip ütüşüm ters endi. Onun için bek uzun vaqt ketdi. Eğer halısınız, eğer Türkiye'de bolsanız görüşüp fikirlesek buldu. Eğer Türkiye'de bulmasanız ayrım bu fikirlerini birden deysek buldu. Lakin yazgan näsleriniz hakikaten kişini suyundurduğan näsler belki izlengen buluşunuz mümkün bu jarayonda. Yaxşı bir ilmi rediye yani bunun içindeki bazı kısımlarını çıkarıp etkende ilmi bir reddiye ekerligiga men kanaat keltirdim. Şuna bu videonu açtım siz için. Bu yerda siz ifadelagan bazı narsalarga bu yerda xap bulduğan yoki batmaydigan yo qizirdigan ish bo'lmaydi mu? Yani bu aniq buni nim qilib olaylik, deyish olaylik. Men demoqchi, ya'ni bu yerda menga ba'zi hujumlar bulunibdi. Uyg'ur millatiga qarshi chiqqan, Uyg'urlikdan voz kechgan, Uyg'ur öz milletininki qarshi tarafı diye. Bundaq bir narsa men o'tirib qo'ymadim. Yani bunu degan bo'lsanglar, bu töhmet qilgan bo'lasizlar. Men undaq bir narsa demedim yani bu yerda. Çünkü bu ayrım nurgun meseleler var bu yerda. Bunu ben dep hazır Taşkent konferansından başlap dep ötüp keyin Çağatayçı menbelerini köstüp sizlerge bunu dep oltursam bu video bek uzurap gitdi ve bu yerda tarihçi bo'lmagan qarindoshlarga buni tushuntirishning o'zining yo'li bor deb qarayman. Bu hozir uning vaqti emas. Shunga unga kirmayman. Bu yerga kirmayman. Bu qashqilim emas. Bu unga kirmayman. Chunki unga kirsam hozir bir mun Çağatay hujjatlarini men sizlarga Yarkent xalqi davridan qolgan yoki uning oldidan qolgan Çağatay hujjatlarda Sharq Turkistonning janubidagi shu Uyg'uriston degan jo'g'rafiyaning sirtidagilarning o'zini nim deb ataganligini, ayni vaqtida nima deb atalganligini bir muncha narsani ko'rsatsam bo'ldi. Bu yerda bir muncha çünkü bu birinci kol menbeler bağlılığı için bununla tarihçi bo'lmagan qarindoshlarningki erişip bununla izahat berişi to'g'ri bo'lmaydi ve imkanım bo'lmaydi bununla. Çünkü buların köpüncüsü birinci kol menbeler. Hem de bu aldı bilen bununla cevap veriş gereken. Üzerinin milletiga karşı kilip de başka milletinin nimesiga ütüp yaptı. Undaq bir narsa mevcut emas yani. Onda desanglar bu yerda bir töhmet qilgan bo'lasizlar. Bu yerda men hiçbir zaman yani Uyg'urlarga qarshi turib Uyg'ur degan millet yok diye o Xitaylar anda degandek manda bir narsani o'tirib qo'ymadim yani. Bu yerda undaq bir mesele yok. Yeni ikinci mesele men videomu deb o'tdim. Uyg'urlarninki ismi yani Uyg'ur degan isim Xitaycha manbalarda mush shaklda uchraydi. Bu Xitaycha manbalarning bergan ismi dedim. Bu yerda men Uyg'urlarni Alloh yoki Tangri Orxun daryosi vodiysiga ko'pida tashlab qo'ygan vaqtda 4-asr demedim. Videomni agar yeni bir qatam ko'rishni xohlasangiz, echib qarasangiz men dedim ki bu yerda uning oldidami Uyg'urlar bor edi, ular Allah osmondan tushmadi. Bu faqat Xitoylar bilan uchrashgan davri, shu davrga to'g'ri kelganligi uchun Xitoylar buni shu shaklda xotirlagan ve bu Yuanhe degan nomninki keyingi manbalardan Uyg'urlarning shu vaqtdagi nomi ekanligini dedim. Bu biz agar tariximizni deyishga to'g'ri kelib qolsa, men uni milodidan burungi 2000-yillargacha olib bormayman qarindishim. Milodidan burungi 2000-yillargacha olib bu yerda ne millat nomi var, ne qabila nomi var, bir yozig'liq material yo'q.
Bularning ko'pinchisi asosan arxeologik materiallardan qizilishidan bilan chiqadigan bizning kulturimiz bilan yaqin bo'lgan, o'xshash bo'lgan kulturlarninki bizga, ya'ni butun bir turk qavmlariga o'rtaq bo'lgan kulturlardan chiqqan ikki muhim yer bor. Minunskdan tepilgan kultur havzasi, anikendan nimadan Altay tog'i bilan Sayan tog'ining o'rtasida tepilgan bu e, Ruslar buni topganligi uchun Andronovo degan ismni qo'yib, Andronovo kulturi deb bu ismni qo'ygan. Bular milodidan burungi 2000 yillardan 1700 yillargacha milodidan burungi davrlarga to'g'ri keldi. Aninkeni Xitoy manbalardagi Teli, Cheli, u boshqa ismlarninki navbatlantirib kelsak, u albatta bizning ajdodimiz tutuşudu. Bu yerda bu mening ularni bilmaydiganligim yoki uni yushirganligim bo'lmaydi. Men videoda qisqa tutish uchun bu videoni ularni demidim, u yerga kirmadim. Men faqat bu yerda Uyg'urlarning ismining Xitoy manbalarda qanday yerda chiqqanligini dedim. Siz Alper Doğan'ın so'zini qilibsiz, Barçuk tutulgan deb siz bu Alp Erdoğan meselesi mi ayrı bir mesele, bu rivayetler İran'daki efsanevi rivayetlerde uçuraydı bu Firdevsi'nin Şahnamesi de bulanı bilimiz. Bu Kaşgar'da doğulluk hatta ve hatta bu Karhanlı halkının kurgucu kabilesininki Uygurlar ekeli doğulluk koyulga iddialar mevcut bu Alp Erdoğan meselesi de. Ha, bu elki benim bunu bilmeydiğim ya ki bunu oturup koymağının bu mening niyetimning qarligini isbotlab bermaydi. Men bu bir ideologiya setish uchun chiqmadim bu nimaga. Men bir tarixchi bo'lib suftim bilan Ramazonda bir millatimga foydasi bo'lsin, ejab emas degan maqsadda bu videoni ishlagan edim. Bu yerda men demagan gapni degan bo'lib, bu yerda meni Uyg'urlarninki sirtida turib Uyg'urlarni yo'q dedi. Bu xato tushuniladigan bir. Bu ayni vaqtida bir qancha o'qituvchi chiqib degandimi bu xato tushunilib burmilinib ketgan bir mesele. Bu bir zil mesele, bunu bilme. Bu yerda bizning kunimizdagi irqiy qirg'inchilik meselesi bilan bog'lab buni keyindan andin o Xitoyninki ideologiyasiga xizmat qilgan holatga keltirish bu bek to'g'ri bo'lmaydi bu yerda. Bu insonlarni tanimay yoki nima demoqchi ekanligini tushunmay bundaq keskin hüküm cümleler bilan bunu deyish to'g'ri emas. Onun başka siz oturup koygan meseleler de asasen nurgulgan neslen depsiz. Yani mesela bazı tarım vadisi küçük geldi. Beni Uygurlar tarım vadisi küçük geldi dedi depsiz. Benim bu yerde belki ifadeleş usulümde hatalık oluş mümkün. Bu yerde çünkü videonun kısıklığı ben de geldiğim için bu yerde benim demekçi bu oğlum bu Orhun Uygur halkının kurgucu merkezi kabile ne? Orhun Deryası Vadisi hakimiyetten ayrılıp kalgandan keyin özününki zimini boğan, ben asli bu şekilde uçuk yani tepsili değişim gereken hem bununki degende şunda değişimini doğru dep qarayman. Orhun Deryası Vadisi de hakimiyetinden ayrılıp kalganlarının üç yolga bölünüp bu yalğız ve yalğız Xitay menbelerden çıkmaydı. Başka menbelerde bu köş meselesi çıkıdı. Şuna bu köş meselesi de bir mesele yok. Uygurlar Mongoliyadan küçük geldi degan gap bilan bu ikkisinin o'rtasida bek cho'ng farq bor. Bizning ajdodlarimiz zaten siz o'tirib qo'ygandek Hunlarning davridan boshlab, Hunlarning burungi davridan boshlab hatto men bayam ismini deb o'tgan Minunskdagi tepilgan kultur qoldiqlari bilan e, Andronovo kulturi degan yerdan tepilgan qazilmalardan chiqqan arxeologik narsalardan chiqqan qo'shiq, pichoq, boshqa so'ngak, hayvonlarning so'ngaklari bu narsalar Sharq Turkistonda eng ko'p tepildi bu narsalar. Şuna bütün Türkiye kavimlerinin, yani bunun Uygurlar mı elbette dahil bunun içine, yaşayan ana vatani Şarkı Türkistan. Bu yerde bir mesele yok. Yani bu yerde miladedin bunun da 1700 yılları oturup çıkan bu kültürlerinin ki ana vatani Şarkı Türkistan. Bu yerde en köp işletilen mesela bizden bazı gelemlerde çıkılan bazı nakışlar, bizning uyda ishlatilgan ba'zi turklarga o'ygan ba'zi naqshlarimiz, boshqa nurg'un narsalar ash minuniskda tepilgan narsaga o'xshaydi. Qo'shiqlarga ishlatgan ba'zi o'ymalarninki usuli shakli o'xshaydi. Men buni bu boshqa bir tema bo'lganligi uchun buni demadim. Yolg'iz uni milodidan burungi 1600, 1700, 2000 yillargacha bordi bu narsalar. O biz mayda tarix deb atgan narsamiz asosan yeziq o'tirib chiqqandan keyin yeziq yozma materiallardan yo'lga chiqib turib degan narsalar bo'lg'achqa ani u yezikdan burungi davrni buni tarixdan burungi davr deb ataymiz buni. Tarixdan burungi davr. Biz tarixdan burungi davrdagi materiallarni asosan arxeologik qazmalardan siz degandek shu rivoyatlardan boshqa narsalardan izlanib tepib buni bir-biriga bog'lab shunda o'tirib qo'yilgan masala. Buni
oturup koyuş için ama ustalık gerek. Yani bunun hem tarihçilik hem arkeoloji hem nurgun bilimlerini tam biliş gerek. Bu bir ayrım mesele. Şuna bu yerden ben Uygurlarını 840 yılı küçük geldi diyen nersiga en karşıyım ben. Bu yerde bunu aniq dep koyayım. Siyasi cihetten o Minonist kültürü, Anigen'in Andronovo kültürüdeki kaldıklarını koyup duraylı. Onların devrinde Asya Hun İmperiyası'nın devrinde Hunların en kengir hükümdarlık kılgan yeri zaten Şerq Türkistan. Uygurlarning nima deydi Xitoycha manbalari Uygurlar Hunlarning avlodlari deydi shundan mı? Uygurlar Hunlarning avlodlari, Köktürklar Hunlarning avlodlari, Qirg'izlarmi Hunlarning avlodlari deb ataydi. Uyg'ur Türk kavimlari bilan ma o Mongoloid kavimlarini ayırıydı Xitoycha manbalarda ayırıp masalan Uygurlarni, Köktürklarni, Qirg'izlarni degan vaqtda bular Hunlarning avlodlari deydi. Eee, Başka Tungus ma Weyhuan ma Donhu degan ma tarafdagi qavmlarni bo'lsa, bularni Hunlarning dushmanlari idi deydi u. Shu yerda bu bizning Hunlarning avlodi ekanligimiz zaten bu tartışıladigan yoki talab chiqilgan masala emas. Bu yerda mani kelishib oladi. Men buni Uyg'urlar Tokkuda tushdi, Marsdan kelib Tokkuda Mongoliyaning shimoliga tushdi, andan buni ekilib maya ko'chdik deb men Xitoylar degan masala emas. Bu yerdagi masala mening demoqchi o'g'lim, biz bu Sharq Turkistonning o'zi Uyg'urlar va boshqa turk qavmlarining ona vatani bu. Buningda hech qanday masala yo'q. Ana bizning 1921 yildan keyingi Toshkent konferansida keyingi davrdagi masala ayrim masala 1955 yildan keyingi masala ayrim masala. Bularni tartışıp eğer münazır kıldığı işimiz olsa ilmi bir usulda hissiyatımızı ayırıp oturup günümüzün siyasi şartlarında olsa bunu sırtına koyup oturup tarihi münazır kılışımız gerek. Günümüzün şartlarından çıkıp milletçilik kılımız dışında ben onu kılamayım. Çünkü ben bir tarihçi. Günümüzün şartlarından bunu bana av gerek, mav gerek, mandak buluş gerek. O sizlerinin, üzerlerinin oyluvagan nesli. Mandak buluş gerek, mandak buluş gerek diyen cümleler o beni pek alakadar kılmaydı o. Onun doğru hatalığa kim hüküm kıldı? Andak buluş gerek ve mandak buluş gerek diyen sözlerge. Belki ben onun koşulmaslığı mümkün. Belki birisi onun koşulması. Ama bu yerde mühim mesele neyim degende ilmi usulda hakikatine doğru tepip çıkış. Şuna bu yerde Şarkı Türkistan'da o vaxtda Uygurlar kanmagan bolsa, benim diyen gepimden şu hükümden çıkargan okşaydı bazı kırımdaşlar. Şarkı Türkistan'da Uygurlar kanmagan bolsa, onda olsa mataraptaki başka millet demez bular. Bular başka millet demez. Şimali Koreyliklerle Cenubi Koreylikler başka millet mi? Başka millet demez. Bular bir millet. Bir millet. Nemişki ayrım ayrım devlet yaşaydı bular. Aynı vaxtdaki bu Uygur zaten divan lügati Türk'ünü içip qarsanlar Uygurlar Türklerinin bir kavmidir, en eşeddi kafirdir. Bularning 5 şehri var, anda deb sanaydı bu şehirler. Şunda mı? Divan lügati Türk'te. Bu Uygurlarning Türk kavmining bir parçası ekanligi, bu yer Türk ekanligi aniq bu yerda. Nemişki bu yerda ayrıldı divan lügati Türk, nemişki Mahmud Qashqari bu yerda küçük bir şekilde Uygurlarni ayırıydı degende, bu yerdeki birden bir sebep din sebebi, din. Bu asasen 966 yıldan keyinki urushlarda, Qarxanlı xanlığı ve Eydi Qut xanlığı urushlarda bu asas neymi dini sebeplik yani. Bularning o'tirishki dinning o'xshamashligi bir millatning o'tirisida bir millat bu yerdagilar. Hammasi bir millat. Qashqarda yashaydigan birisi bilan o shu Qumuldagi yashaydigan Qumulning 12 tog'da yashaydiganlar bu bir millat bular. O'xshash tilni ishlatadi. Bütün yazma yadikarlıklar qarasanglar bizning tilimiz Uyg'urcha, hozirgi zamonning Uyg'urchasi en kadimki şu devirde kalan Hunlardan kalan bazı sözler var. Şu sözlerin içindeki hem asasen sözler bizden Uygurçılık var. Biz pek kadimki bilir. Bunun mesele yok. Bu meğer isim meselesi, tırnakçılık isim meselesi bu başka bir mesele. Bunun ışık kadar siyasi bir nes kıdırıp işte bu yerde. Bunu hazır bir kirsem bu talaklar şadırkı atmosferada Tıxınbek küçük bir tala okşadı. Şu an bu hazır ne bilmez hem ilmi bir münazır bulmaya kaldı bu. Ha, bu yerda men hammasiga birdan javob berib o'tsam videom uzrab ketgidek. Ama bu yerda bir Ahmet Taşalı muallimninki nimasini qo'yibsiz. Paydo bo'lgan degan gapni men qildimmi agar videomda qilgan bo'lsam, u so'z to'g'ri emas haqiqatan. Men paydo bo'lgan deb ishlatgan bo'lsam, u haqiqatan siz aytgan so'zni tutib olib paydo bo'ldi desangiz, tamam u so'z menda xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Paydo bo'lmaydi bir narsa, to'g'ri, sizning deganingiz. O Uygurlar var idi, bir kabile var. En hiç bulmaganda bir kabile var. Uygur kabilesindeki bir kabile sistemi veya bir kabile var. Bu asmandan düşmeydi bu yine.
Osmondan tushmaydi. Ammo manbalarga chiqqan vaqti bizning biladigan vaqtimiz bu yani. Nereden bilasiz? Mesela Uygurlar burun nerede yaşaydı deganini biz bilmeyiz ki. Benim demekçi oğlum bu. Uygurlar burun nerede yaşaydı degan ne? Şu Xitoycha manbasidik siz zaten ismini deb o'tibsiz. Şuningdan bilimiz. Uning oldida nerede yaşadığını biz bilmeymiz. Belki Qashqarda yaşaydı, belki Xotanda yaşaydı onu biz bilmeymiz. Ama tarix manbaga bu şekilde kirgen bo'lsa, biz şu devirni tutup, şu devirden başlap bu isim oturup çıktı. Ben o degenim şu zaten. Xitoycha manbalarda şu vaqtida oturup çıktı dedim. Yani bu yerda agar mening ifade usulim xatolik bo'lsa, bu yerda men xatolashgan bo'lmayman. Yani men xatolashib kelishdan qo'rqmayman. Chunki buni xatolashgan bo'lsam, xatolashdim deyman. Cho'ng xatolik bo'lsa tarixdagi bu inson xatolashidi, o'ginidi yangidan yani. Men doktorluk o'qidim deb men hammani bilaman degan deydigan masala yo'q. Bu ham deb o'tganimdek tarix bir dengiz bo'lsa, tarixchi shu dengizning ichidan balkim alolis bir qo'shiqni ola olishi mumkin. Eng yaxshi tarixchilar shu umrining oxiriga borganda, yosh 60dan oshganda, ondan haqiqatan pishib bitirdi bu tarixchi. Men pishib yetmagan bo'lishim mumkin. Buningda hech qanday buningdan xijil bo'lgan narsamiz o'g'inish, bilmaslik, xijil bo'lgan narsamiz o'g'inish, o'rganmaslik bu yerlik masala, xijil bo'lgan narsa o'rganmaslik. O'xshash bir fikrni qilish, avval fikrni o'ziga sahib qilib olib, keyin o fikr ustidan ondan ilmiy yoki fikir sahibi bo'lib olib, ani keyin buni qarta izohat qilish bu to'g'ri emas. Avval bilim sahibi bo'lib, bu o'rgangan bilimning ustidan ondan fikr yurgizish bu asli to'g'ri bo'lgan narsa bu. Undan boshqa men sizningki chiqargan narsangizni birdan-bir o'qisam, o'qib chiqdim men buni. Uyg'uriston etnologiyasi haqida fors tilida Uyg'ur zaminini Uyg'ur davlatiga sinonim ma'noga ega debsiz. Tamam, buningda masala yo'q. Men buni boshqa bir ma'noga ega dedim yani. Bu yerda ammo bu Uyg'uriston degan gap bu bir A davridagi mening bu yerda siz Jamiyat tavarixni meni bilmaydigan o'xshaydi deb shunday yozgan o'xshaysiz. Bu Uyg'uriston degan so'zning balkim eng asosiy manbasi shu farscha yozilgan asar bo'lishi mumkin. Eng dastlabdan shundan chiqqan bo'lishi mumkin. Ama bunu mu şu ulardan, şu Uygurlardan uçuraşkan kişilerden alıdı bunu yazgıçı şahs aynı vaxtıda. Anıkendi bunu şu Paris'tan tili bilen şu Uyguristan dep ataydı. Bu siz degende koçu Uygur devletinin zeminini köysüdü. Bunun da mesele yok. Men demek ki olan, benim asli bu yerde demek ki olan desem neymi deseniz. Bu 17. asırda Moğolca yazılgan 5 çoğun tarih kitap var. Bu 5 çoğun tarih kitapta bu Cüveyni'ninki tarihi eseri 14. esirge doğru kelse avu nimide yazılgan Mongolya'da yazılgan tarih kitaplarda bu 17. esirden tarih kitapları. Bunlarda Uyguristan da bir nesle ötüdücü. Bu Uyguristan'a hücum kıldı. Benim bu yerdeki nersem nimede dediyseniz 17. esirde yazılgan kitaplarda Uyguristan'a diyen gap olsa acaba bu Uyguristan'a diyen coğrafya tarihte qayerlerini gösterdi diyen bu izlenişti asas ki. Çünkü bu yerda Moğollarning xalqlaridan ikkisi videoda deb o'tdim. Dayan Qagan bilan Altan Qagan. Dayan Qagan degan shaxs 1380-yildan 1480-yildan 1516-yilgacha Moğollarning taxtida o'tirdi. Altan Qagan degan buning nevrisi. Bu 1582-yili o'ldi. Bu Moğollarga Tibet Budizmini ekirgen adam şu. Tibet Budizmini ekirgen adam şu. Bu Tibet Budizmi kiriştin burun neminin arası da Moğolların artık İslamiyet hali güçlük bir şekilde yayılıyor. Nurgun Uygurlarının ki şu ben de demek uya ektitu bir ektitu bu el aralış tutan bu başka Begarislan, İbrahim, anın kendin Ekber deydiğin bu şunda bazıları Müslüman boğan, bazıları Müslüman boğan. Yani bu şunda kişilerin isimleri var. Bularning ichiga aralashdi. Bularning qilgan ba'zi Ko'knur, ba'zi bizning vatanning shimol tarafidagi ba'zi yerlar qilgan askariy safarlarda Uyg'uristonga hujum qildi, Uyg'urlarni elib keldi degan masalalar bor. Bu yerdan birga Seriq Uyg'urlarning masalasi bor. Mening bu yer demoqchi bo'lganim Uyg'urlarning hammasini ayirib chiqib atrofga ketdi. Ko'knur taraf ketdi. Mayan taraf Uyg'ur qolmadi deydigan gap chiqmaydi. Uyg'urlarning ko'pi musulmon bo'ldi zaten. Uyg'urlarning ko'pi Turpan, Qumul, Beşbalık, Qumul'un şərqiqi bo'lgan asasen hemisi Müslüman bo'lmay qolganlari Seriq Uyg'urlar bu yerda. Bu Seriq Uyg'urlar ayni vaqtdagi Uyg'urlarning ichidagi markaziy bir qabiladan urug'ning birisi deb shuni demoqchiman bu yerda. Balki so'zim xato tushunilgan bo'lishi mumkin. Bu sizningki qo'ygan
Rediyeleringizin hemmisiga birdan-birdan javob bersem, bu ba'zilari sizning ko'z qarashlaringizga, ba'zi gaplarni siz masalan ruan-ruanlarni Xitoycha degiz kelib ketibdi, uni kiroren desam bo'lmamdi degan narsalar bor. Tarixchi bo'lish bilan ona deyolmayman. Kechiring buni. Men onu bir ko'z qarash bu-ku bu yerda. Bu bir qarash yani. Bunun isbotini ruan-ruanlarninki kiroren davlatininki shu davrdagi 36 bellikninki buni qilyapsiz qachon onlarning davridagi. Agar boshqa deyotgan bo'lsangiz, u boshqa masala. U shu Xitoycha manbalar chiqadigan ruan-ruanlar shu desangiz, uningga bir narsa tegib bo'lmaydi. Uningga bir isbot tarixiy manba yo'q. Mesela ulanınki bazı manbalar, bazı tarixchilar ulanınki avarlar ekanligini deydiganlar bor. Andikenden ma siz 10 Uygur, 10 Uygur degandek narsalarni deb ekansiz bir yerda. 5 yil o deyman. Ularmı asasen hem biz göz qarashlar bular. Lekin ilmiy göz qarashlar, to'g'ri, ilmiy göz qarashlar. Bunda mana Thomsonninki Uyg'urlarning tashqi 9 qabilasidan ichki 9 qabilasininki bo'libmi tashqi 9 qabilasining ichida bunun ba'zi bir qismlarining avarlar tarafga ketganligi, bularning Xazarlarning bir qismining mushlarning chekkanligi nurg'un narsa deyildi, ammo bular shu tarixchilarning yoki shu akademik shu tədqiqatçıların göz qaraşı endi bu. Aşındaq ekanligini ko'rsatadigan bir material yo'q. Buni tarixchi odam buni mushu kiroranlar, ruanlar shu yoki nimadan masalan Qo'chu xalqining ismini ba'zi tarixchilar Kushanlar var, Yuechilar. Xitoycha manbalar Yuechi deydi u. Kushanlarning ismidan kelgan deb bu iddaolar bor. Bu tarixchilarning iddaosi bu. Bu Kuşanlarni Yuechilarning ismidan kelgan, asli ismi Kushan. Kushan davlatini qurgan emas, muanimiga ketgandan keyin. Endi Qush taraflarga ketgandan keyin, Sharq Turkistonning g'arb tarafiga ketgandan keyin, To'qariston taraflarga bular Kushan davlatini qurganda, shuningga bog'lab bular shu Yuechilar, asli Kushan, bu Qo'chu degan nommi Kushan degan nomdan kelgan deydigan iddaolar va ko'z qarashlar bor. Buni isbotlab oladigan qo'lga bir tarixiy manba yo'q. Bu tarixchilikning metodi bu yerda. Shunga bizni tarixchilarni cheklab turadigan narsalar bor. Men bu yerda populistlik qilib, populizm qilib, populist tarixchilik qilib Uyg'urlarni daydayga keltirib xo'shal qilish majburiyatim yo'q. Bu yerda men bir haqiqiy tarixchilikning nuqtasidan chiqib turib o'tirib qo'ymoq. Balkim bu sizlarga g'ayriy bilingan bo'lishi mumkin, ammo bu dunyoning akademik seviyadagi masala bu. Bunu doktorluk okuyan, doktorluğunu okup tamamlayan balla Uygurların arasında köpeydi. Ama bunda bir mesele var. Belki siz doktorluk okudunuz mu bilmeyim. Ama filologiya olsa bu bizimki metodologiya okşamaydı. Kançki köp öğrengen adam şunca ihtiyat bilen gep kıldığım iş mevcut. Benim bu yerda ihtiyati sözlerim bu yerda mening o tarixchilikning qo'ygan metodlarini bu yerda o'zimdan tatib turishimning sababi bu, yani meni bilmasligimdan emas endi. Bilmasam mayli, bilmasam o'rganaman yani. Kim sizdan o'rganishim mumkin, unda masala yo'q. O'rgansak bo'ldi. Hech qanday buni tap tatmayman yani. Shunga bu yerda boshqa siz yana Alper Doğan'ın gapini qilgansiz, uni to'g'riliq javob berdim. Barchuq shaharda markaz qilib o'qib tutgan debsiz. Bu Barchuq shaharda markaz qilib o'qib tutganlik to'g'riliq men bir narsani o'qimayman. Ama Bartuq şehirden emas, Alper Doğan'ınki şu nimeden keyin, Orhun Uygur xalqıdan keyin, değil mi? Bu burun emas. Keyinki devirde bu bazı İran tarixçilarininki Shahname Firdevs'in Shahnamesidagi nimalarga qarata bu şu Orhun Uygur xalqıning devirde yoki uning keyingi devirlarda Qashqarni markaz qilib turgan bir hokimiyat bo'lishi mumkin deydigan ko'z qarashlar bor bu yerda. Ko'z qarashlar bor. Chiqqan shu Firdevs'ninki rivoyatlaridagi urushlar, nurg'un urushlar chiqadi ku. Alper Doğan'a münasebetlik bizim Divan-ı Lügati Türk'te Alper Doğan Afrasiyab öldü mü, siz ajun kaldı mı degan metin şu tekist. Bununla cevap verdim. Bu yerga birdan siz bilan talash tortish qilish nimam yo'q. Ondan ma ko'ktürklarning chiqqan masalasi to'g'riliq bir narsa bor edi. Siz degan narsa. Men bu yerda maqaram. Onda bir masala bor. Eğer sizler Uygurlar şu tarihteki Uygurlarning qilipi bo'yicha o'zgarmay kelgan, aş qilip qandaq olsa şu qilipdan cho'ngaygan, şu qilip bo'yicha kelgan bir narsa desanglar, bu yerda munozara tugaydi. Bu yerda munozara tugaydi. Chunki Sharq Turkistonninki kunimizdagi Uygurlarni shakllantirganlar ayni davrdagi Orhun Uygur xalqini qurgan Uygur qabilalari ham emas. Bu yerda Orhun Uygur
xalqınınki hükümranlıq astidagi tug'an, uning oldida bu Sharq Turkistonni mesela Aqunlarni bilasizlarmiz. Eftalitlar Sharq Turkistonning Aqsu, Qashqar, Xotan atrofini hali uzun mezgil boshqurdi. Bu eftalitlar kim? Eftalitlar Aqunlar. Biz kim? Aqunlarning avlodlari biz. Shundaymi? Sharq Turkistonliklar Aqunlarning Uyg'urlar, asharikilar avlodlari. Bu uningdan burungi bir narsa. Bu milodidan keyingi 4-asr, 5-asr Hindistongacha bular oldi Aqunlar, eftalitlar deydi buni Yevropaning tarixchilari. Bular bor bu yerda. Yani Uygurlardan başka kavim yok ya kabile yok desek bu yerde bu ilmi tarihçilikten, ilmi metoddan çıkıdı bu. O vaqtida bu Xitoylarni belgilab bergan ma millat mushtaq kelib mush shaklda bo'ldi degan bir narsa chiqib qoldi. Bu yerda yana bir narsa e, Xitoylar hech bir zaman Uyg'urlar Uyg'ur emas degan narsa o'tirib qo'ygani yo'q. Uyg'urlar Uyg'ur emas degan narsa o'tirib qo'ymadi Xitoylar. Xitoylar har zaman deyotgan gapi Uyg'urlar Turk emas degan narsa o'tirib qo'yib Mani aniq ayirib olaylik mayda. Mayda men Xitoylar Uyg'ur emas, bular Uyg'ur emas degan narsani o'tirib qo'ygan ish yo'q. Bu yerda bu masalada bular qo'pib Uyg'urlarni Xitoylarning bir ichiga tortib akirib mana qilyotdi. Bu yerda biz haqiqiy tarixchilarni deyapmiz. Haqiqiy tarixni o'zining qilganlar Uyg'urlar bir butun turk qavmlarining ichidagi bir parchasi. Bular Mao davrida siyosiy va diniy sabablar tufaylidan bu yerda yashaydiganlar Uyg'ur degan nom bilan atalgan. Janub boshqa yerlarda yashaydiganlar o'zini turk an'anasi bo'yicha atab kelgan. Keyin bular birlashgan. Coğrafya bir çünkü. O'xshamagan siyosiy hokimiyat jarayonida o'xshamagan ismlar bilan atalgan. Ondan birlashgan degan narsa. Bu yerda ma'nosini ozroq oydinlashtirib olish kerak. Agar bu yerda savol so'ralsa, unda shu savolni so'rash kerak bu yerda mendan. Uyg'uristonda yashaydiganlar Uyg'ur bo'lsa, Sharq Turkistondan boshqa yerda yashaydiganlar kim u degan savolni so'rashinglar kerak. Bu savol andin ilmiy bir savol. Kim o unda olsa Sharq Turkistondan janubida yashaydiganlar? Bu yerda men sizlarga tarixdan bir muncha chog'atachi metillarni ko'rsatib chiqsam bo'ldi bu yerda. Masalan, eng oddiysi Divani lug'ati turkda Mahmud Qashqariy o'zini nima deb ataydi bu yerda? Bunaqa izohat qatmanglar. Shu Mahmud Qashqariy nima deb ataydiganligini ko'ringlar ichib. Izohat qilib, mandaq sababdan atagan, andaq sabab atagan. Buni biz bilmaymiz nima deb sababdan atagan. Ammo Mahmud Qashqariy o'zini nima deb ataydi bu yerda? Ondan Tarixi Reşidi'de yoki Tarixi Kaşgar'da. Tarixi Kaşgar mening aspirantlik maqolamning kitobining ismi. Bu ozroq tushuncha beray buningdan. Tarixi Kaşgar 1680 yildan 1696 yilgacha bo'lgan davrda shu Jungarlarning istilasi davrida yozilgan kitob. Bo'lish ehtimoli kuchli deb qaralgan bir kitob. Buningda Tarixi Reşidi'ni manba qilgan Shoh Mahmud Churasning Xronika deb isim qo'yilib ketgan, tarix deb isim qo'yilib ketgan asari, isim qo'ymagan asar bo'lganligi uchun buningdan ikki asarni bir asar deb qaralgan nurg'un masala. Buningda Yarkent xonligininki aholisi kimlar deganda bu yerda Yarkent xonligining aholisi tojiklar, turklar va mo'ng'ullar deb ayiradi qaranglar. Bu Sharq Turkistondagi qavmlar o'zining millatini unutib ketgan, undaq ish mavjud emas. Sharq Turkistonda Qarxonlar xonligi qurilgan davrdan tortib bu ikki siyosiy hokimiyat mavjud bo'lganligi uchun ikki o'xshamagan kultur, ikki farqli kultur shakllanaylik bu yerda. Birisi Qarxonlar, Qashqarni markaz qilgan bir Qarxonlar kulturi, ayan tarafda Idiqutni markaz qilgan, ayadagi Uyg'ur degan nom bilan atalgan Uyg'ur kulturi. Har ikkili kultur biz uchun intayin qimmatli kultur. Bu bizning har ikkisi bizning ajdodimiz bu yerda. Biz faqat va faqat Idiqut xonligini markaz qilgan Uyg'urlarning ham avlodlari emas bu yerdagi. U yerda mash Kuchadan başlap ta Qashqar Xotangacha mangadigan bu matarafning asosiy nüfus matarafda, ko'p nüfus mayan tarafda. Keyin bular butunlashib Qarxonlarning kulturini, Qarxonlar varisgan Türk İslam kültürü atrafga kengaydi. Uyg'uriston degan coğrafiyalarga kengaydi bu kültür. Eng oxir qachon kengaydi? Bu kültür eng oxirida Yarkent xonligi davrida kengaydi. Kengaygandan keyin bular İslam kültürüge kirgandan keyin atrafdagilar bular o'xshash o'zining nomini o'xshash shaklda Qarxonlar qanday atagan bo'lsa shu shaklda atab keldi. Bu 1920-yildagi Toshkent konferensining boshqa masalaga kirmayman. O masalaga kirsam ham oydu masala. Ondan yana bir masala bordi. Bir qaray. Türkiye'de 1500'den artık kitap makaleler qildi. Evet, bular 1500 mi emasmi bilmayman, ammo kitoblar ko'p hakikaten. Meni o'qituvchimninki
kitabidan referans beripsiz. Bu nemeninki Köktürk efsanesi däl mening okutuşumdaki kitabıda çıkıdı. Bu asli menbäsi siz degендek aşu Wey ve Jownamälerde keyinki devirlerdeki 9-njy esirlerde yazılgan bäzi eserlerde uçuraydı. Bu efsaneler başka menbelerde mi var? Bunun da mesele yok. Yani bu Köktürklerden çıkan, yani tarih menbesiga çıkan yeri, bu tarih sahnesiga çıkan yeri desek mi tas doğru olmaydı. Tarihi menbelerde tilgiliniga yeri. O menin degenim o tilgiliniga vaqti 6-njy, 7-njy esirge toğry kelsin o. Ama vakaliklerinin boğan vakti 3-njy esirge toğry kelishi mumkin dedim, mumkin. Yani bu yerdeki bir narsani nim qıbaylı, eni ağır balaylı. Ayni devirdeki kabilelerin köç meselesini şuna yaxşı biliş gereken. Bu hazırkı oxşaş qılıplaşkan bir narsa emas. Bu bir-biriga ütüşüp turgan, girälişip turgan Uygurlarning ichki 9 kabilesi, tashqi 9 kabilesi, bir qismlari qetevelingan, bir qismlari parçalanıp ketken Çigil kabileleri, Yağma kabileleri, başka nurgun kabileler var. Bu yerde Karluklar bir, çoğun bir küç mesela. Karluklar Uygur kabilesinin içinde emez. Karluklar başka bir müstakil bir kabile bular. Karluklar bir bazı tarihçiler devlet kurpak bolgan dep qaraydı, bazı tarihçiler bular devlet kurgan dep qaraydı ve bazı tarihçiler Qarxanlar xanlığını Karluklar kurgan dep qaraydı. Bu küçük bir ihtimal. Bazı tarihçiler bu burunki devlet Fransiya'nın Germaniya tarihçileri Desek devirde Qarxanlar xalqı Uygur kabileleri kurgan dep qaraydı. Bu bek köp talaş tartışıp kılıngan mesele. Çünkü menbänin kemçilikligi sebebinden buldu bu. Andın yağmılar kurgan deydigan qaraşlar var. Bu yağmılar kurgan degen qaraş ne bekerek Rus tarihçilari oturup koyup yağmılarda batı bu Qara degen ünvanını işiltti. Şuna Qarxanlar degen bu aylık Sultan Abdul nimo Sultan nimo Satuq Qara Buğra Xan degendek şundaq Harun Qara Buğra Xan degendek isimlardaki Qara degen nimini elip bu şekilde işletken dep bunu deymiz. Başka ben tegmek kalgan mezmunlar bolsa bunun başını okup ötsem bek uzarıp kekerek dep şunda dedim. Bu yerda siz koygan pikirlerinki köpünçüsüge men toğru bolganlarga qutulumen. Bu yerda mesele yok. Yani ben bunu köpünçüsü men bilmeydigan narsa emas lekin bu yerda siz koygan bazı pikirler biz tarihçi buluş sütümüzden o fikirlerini şu şekilde sizde dadıl diyemeyiz yani. Bir mesele bu cumu. İlmi usulda tarihçılıknınki üzü koyduğun şartları var bu yerda. Siz meni popülist tarihçilik kılıp yoki şu milletning nemesini urgut deseniz, o vaqtida buni men qilolmayman. Başka mushunchilik desem bularmi? Mushunchilik dey. Yana bir qatim dey. Reşit Muhammed Töre. Eğer hatalaşmagan bolsam yazmanyň ahyrynda şu isim bar eken. Rahmet tanqidlaryňyzga. Tanqid insanyňki ilgirildiğin bir narsa. Ben bu yerda qabul qildigan narsa balkim ba'zi narsani atlab o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Buni tamam qabul qilmayman. Atlab o'tib ketgan demay qolgan nemini ba'zi masalalarni bu yerda yani bu yerda bu tarafni tanqid qilgan bo'lsanglar tamam. Onda masala yo'q. Texmi kichik temalar bilan asli masalaga kirish kerak. Tarixchining asli qildigan ishi shu. Kichik temalar bilan asli qisqa davrlarni kirish kerak. Bu yerda bu Uyg'urlarningki Uygurlarni başka yerden kep bağlan dedi. Uygurlar yok mu dedi. O näseni ben kabul kılmayman bu yerde bunu noktaýly. Bu menin Uygurlar bilen Uygur degen nam bilen bir meselem yok yani. Bu yerde eni hop geçsin bu mesele. Ama tarihçi bu süptümüzden tarihte bu ceryan kandak ceryan etti. Kandak şekillendi. Bu bir mesele. Bu yerdeki asas mesele bu yani. Şuna tanqid kılыңlar qarindaşlar. Tanqid kılыңlar. Ben tanqidden ensirmeymen. Menin hiç kandak bir korkunçum yoki ensireydigan yerim yok. Bilmegen bolsam bilmeymen däbermen. Bilmegenligimden bu bilmesem eger ondan hyjylanmayman çünkü ögünümen bunu. Men bilmedigan nurgun näsler boluş mümkin. Bunu da mı hyjylanmayman, ögünümen. Men kelgüside Uygurlarning içinden bir yaxşı ilmi bir akademik tarihçilik grup şekillensken muşuni bir yaxşı bir şekilde iletmenip kelgüside milletimizge yaxşı tarih eserlerini sunup milletimizin hissiyatdan, ma'lum ideologiyalik yönlendirişden ma'lum siyasi yönlendirişden ziyade hakikatni bir bilip oturup aval koyup anikennin bunu siyaset işlep çıkargıçılarga sunaylı degen narsani bu şekilde oturup koymakçı bir mesele bu yani. Bu yerde bir siyasi yönlendiriş yoki bir ideologiyalik yönlendiriş meselem bu yok yani. Tarih kandak ceryan etken bolsa ilmi akademik usulda bunu ben de bek zanlı kılıp turup alsam meyli bu ilmi dep turup aldıkken manda buluş gerek. Onun bilen sizlerning şahsi pikirim var. Biz onda bulanmayız hep sosyal.
Bir milletning tarixchilik mandaq bo'lish kerak deydigan bir narsa yo'q. Tarixchilik bir umumiy dunyoga xos akademik sohada o'zining nizam, intizom, qoidalari bo'lgan shu shaklda mangadigan nemasi bor. Bu qilibvozlik emas, bu shu ishningki qoidasi. Buning sirtiga chiqib ketganda bu taraqqiy qildi bundan keyin davomli yangi ilmlarning, yangi bilimlarning chiqishi bilan, masalan, pullarning yangi yer ostidan chiqqan pullarning chiqishi bilan va yoki boshqa hujjatlarning tepilishi bilan biz hozir tepilgan hujjatlarga ustidan deymiz. Yangi bir hujjat chiqib, yangi bir hujjat chiqib, yangi bir narsa chiqib, masalan, bir hujjat chiqishki, masalan, Uyg'urlar milodining burungi 5600 yildan itiboran Qashqarni markaz qilib bir davlat qurgan deb rasmiy bir hujjat bir yerdan chiqsa, biz buni qo'sh qo'llab qabul qilamiz. Bunun mesele yok. Hüccet işençilik ve şu devirden kalan, üzüm devirden bak, hakiki bir hüccet, hakiki bir materyal olsa bunun da mesele yok. Tarihçilik davamlılık bu. Yenilinip durduğun, ilgirilip mağdıgan bir narsa bu. Şuna e, ma devirde boldu, bu bomba deydiğin narsa bulmaydı. Bu yeni uçurlarının çıkışı bilen, yer astıdan çıkan bazı pullarının, metallarının, başka onlarının mesela korgalları içilip atıdı. Onların korgallarının içinden çıkan narsalar, bunu onların korgallarından çıkan bazı DNA tekşürüşleri bilen, bu Moğol kavimleri bilen, Türk kavimlerininki birbiri bilen qarindosh, yani tuqqan qavim emaslik to'g'riliq nurg'un narsalar chiqib yotadi. Uning oldida tuqqan qavim bo'lishi mumkin degan qarashlar bor. Bu yengilindi, o'zgardi, davomli taraqqi qildi. Yenilikqa, o'zgarishga, taraqqiyotga ochiq bo'lishimiz kerak. Boshqa mening ilmiy jihatdan ketgan xatoliklarim bo'lsa, men tashlab o'tib ketgan yerlar bo'lsa, masala yo'q. Bu yerda eng asosiy masala kunimizningki siyosiy vaziyatidan yo'lga chiqib, Uyg'urlarni yo'q dedi, bu yerdan Xitoylar ko'chib keldi dedi degan narsani desanglar, bu mening aslo qabul qiladigan yerim emas. Uyg'urlar bu biz Uyg'urlarning ajdodlari, ya'ni bizning shakllantirgan ajdodlarimiz milodidan burungi 1700-2000 yillargacha mush zaminning asosiy egalari biz, ya'ni biz. Del ekşi Xitaylar bu yerda Uyg'urlarni shu bir kichik bir kimlikning ichiga so'qib, boshqa butun turk qavmlarini ayirib chiqarib etib, bu yerda Uyg'urlar ko'chib keldi deyotganlar Xitoylar bu yerda. Mening u yerga ko'chib keldi degani, markaziy hokimiyatni boshqurgan qabilaning hokim qabila, hokim oila yoki bunday xonadon deganimiz shu xon oilasi oilani tashlab ko'chib keldi degan gap. Bu siyosiy taraqqiyotlar jarayonida bu buludu. Bir yerden bir yere köçüdü, kabileler bir yerden bir yere köçüdü. Zaten Orhun Uygur Xalliginin ziminiga köçüp geldi bular, başka bir yere köçüp gelmedi. Ben bunu demegenligim, bu undaq emas deganim emas ki. Orhun Uygur Xalliginin ziminini Arab seyyahlar kelgan vaqtida, masalan, shu Issiqko'l vodiysiga kelgan vaqtida Uyg'ur elchilari berib, Uyg'ur otliq qo'shinlari berib, Arab elchilarga ot taqdim qildi. Bu nima degan gap deganda, shu vaqt Orhun Uygur Xalligining eng kengri bo'lgandagi atrofga ketgan zimini shu davrning o'zida shu Issiqko'l va uning g'arb tarafigacha bo'ldi. Ba'zi manbalarda Qashqar va Xotanning kuchlangan vaqtlarda shu ya'ni Orhun Uygur Xalligining zimini ekanligi to'g'riliq narsa. Ularning davrida, Aqullarning davrida, Köktürklarning davrida zaten bir bütün coğrafyanın hemmisi zaten şu bizden ecdatlarımız şekillendirgen Köktürkler mi bizim ecdadımız şu. Ma Türkiye'deki bu nime Avrasiyacı tarihçiler şunu ağırbalığamışlar bir yaman işi vardı. Bu bizde mi bağışladı bu kanda şekillendirdi. Xuddi Köktürkler Türkiye'lik Türklerin ecdadı. Uygurlarning ecdadı fakat ve fakat şu Orhun Bergasi vadisidagi Uygurlarlam deydigan bir ko'z qarash, bu shunun mahsuli bo'lishi mumkin. Bu Köktürklerin shakllantirgan qabilalarmi shu bizning ajdodimizning bir parchasi. Bular tarixdagi Türk ismi bilan eng dastlabki davlat qurgan shu yine yiziqchi manbalarda ko'rsatilgan bo'yicha Momus Türk ismi degan 5-asrda Iranninki ba'zi afsonaviy rivoyatlarda chiqadi. Hindistonning ba'zi afsonaviy rivoyatlarda chiqadi. Hatto Tevrat'ta çıkıdığan bazı isimlerinki Türklerin ismi ekanligi chiqdi. Başqa nurg'un Xitoycha manbalarda ve keyin chiqdi bu Tujuo degan nom. Xatolashmasam Xitoycha manbalarda 542-yildagi bir voqea tufayli chiqdi bu. Uning oldida Türk degan nom yo'qmidi? Albatta bordi. Uyg'ur degan nom yo'qmidi? Albatta bordi. Ular faqat Xitoycha manbalarda va boshqa manbalarda xotirlanmagan, o'tirg'i qo'yilmagan boshqa bularning haqiqatan yashaydigan yerlarini, balkim o Köktürk efsonasidagi devirden burun ular başka bir yer yaşadı. Biz bunu bilemeyimiz hazır. Hazırki devirden şaraitida bunu bilemeyimiz. Sonra videom uzarıp gitti kardeşim. Başka bunun bana fikir katlaştırgan, beni tenkitligen, hatta hakaret diyen kardeşler var.
Bularning hammasi biraz soğuqqanlıqqa teklif qilmayman. Soğuqqan bo'lish kerak qarindoshlar. E, Doktorluq için o'qigan qarindoshlarimiz bek yaxshi bildi. Professorlarmi intayin soğuqqan bir şekilde muomala qildi masalalarga. Ba'zi narsalarga keskin hukm qilib digili bo'lmaydi. Yaqincha manbalarda ko'rilgan taqdirdami bu manbalarning ishonchlik darajasini surishti qilish, e, rivoyatlarninki qanday shaklda o'tirib chiqqanligini buni surishti qilish, rivoyatlar o'rtasidagi munosabatni surishti qilish bakchiq masalalar bor. Bu ayrım bir soha. Masalan, qisqalan bir narsani misolga berib o'tsam, masalan, Sultan Sotiq Bug'roxonning musulmon bo'lganligiga oid rivoyat bu Bug'roxonlar tazkirisida chiqadigan bir rivoyat. Bug'roxonlar tazkirisidagi hikoyalarning o'zini ya shu davr deyotgan narsani ilib, biz tamoman buni ham tarixiy manba deb ilib ishlatanmaymiz, afsus. Bu yerda biz ishlatadigan narsalar ayrim bor. Bu yerda kim, mesela isimler, yer isimleri, bazı bir rivoyatlarda o'tirib qolgan tarixdagi yil, ay, kunlar, masalan, Sultan Satık Borakan'ın Müslüman buluş tarihini e, Bugrakhallar tezkirisinde Peygamberimizge peygamberlik vehiysi kilip 333 yıldan keyin Kaşgar'da Sultan Satık Borakan Müslümanlığını kabul kıldığı deydiğen başında bir yer var. Bunu da hesaplap çıkarımız bazıda. Ve de hem de sel soğukkarak bulup bunu işin ideolojik yıkılışıp bununla meseleni düşünsenler o vaxtda düşünüşkül olmaydı o. Şuna bundaq bəzi tarixi fikirlərini tarixçilar normalda oturup deyişsə asan düşünülür bu mesele. Tarixçilar bilen başka kesiptikilər, edebiyat yoki başka kesiptikilər bir yerə kelgəndə bəzi şundaq ilmi metod usulida düşünüşməsliklə qalmağanlıq üçün bu bulmaydı. Bu yerdeki mesele Qarxanalar xanlığının kültürü bilen Orxun Uygur xanlığının kültürü oturusundaki fərq, bu yerdeki ana tema ve Şərq Türkistanlıqlarının, günümüzdeki Şərq Türkistanlıqlarının bu iki kültürünün qaysısıga varisliq meselesi elbette her iki kültürünün bizde nurgun tesirleri var. Bir mesele dep dikesiz bakışı dep oturup koyup ötüp gitipsiz doğru degininiz. Nemini Elşir Navai'nin çoğun dadısını bakışı degen nam sözünün nemi menağı keldiğini bir yaxşı tədqiq qilib bakın. Bakışı degen nam bu isim qaysi ma'noga kelgan 14-15 asrlarda veya onun altı devirlerde bir yaxshi tadqiq qilib baksanız bu yerda mening nima demoqchi ekanligimni bilasiz. Şuna anım o demek ötüp gitip kaptım ben. Başka ayrım nimanız bolsa yine uç kaşkar kanda tanqid qilsangiz mayli. Ama bu hozirgidek tafsili bir videoya chiqib bulalashim natayib. İlmiy bolsam shunday javob qaytarib tirishman. Ramazan mezgilida biraz vaqtim bo'sh bo'lganligi uchun buni qildim. Normalde vaqtim bek qis. Şunu uzun mezgil videolarda yoki to'g'ri bo'lmagan. Şuna tekrar salam. O'sha qarindishimizga va boshqa meni tanqidlagan yaxshi yomon niyat har qanday niyat bo'lsin mayli. O meni xafa qildigan yoki buni maysaydigan ish yo'q. Milletimizning ahvoli, seviye ve başka ilmi ahvallarını bilemen. Şuna hammalarga salam tekrar. Qarindoshlar, Allah'a emanet.